Okalar, srochniy yordamingiz kerak bo'lyapti. Bitta poddeshka qilmasanglar bo'lmaydi. Soat 2 почти. Hozir biz gematologiya больницаsidamiz. Bitta akamizni oqqon kasalligi bo'lib qolibdilar-da. Hozir vaziyatlarini polni tushuntirib berdilar. To'g'risi, odam yig'ilib yoriydi. 3 ta farzandlari bor. Shu oilamga boquvchiman, oilamga qolishim kerak deyaptilar. Hindistonda shu $50,000 operatsiya qilib, inshaalloh tuzalib ketsa bo'lar ekan deb aytayaptilar-da. Hozir mana oldimizda yozibdilar. Okalar befarq bo'lmanglar. Hatto shu videoga like bosib, saxiy okalarimizga jo'natib qo'ysanglar, inshaalloh savobdan sherik bo'lasizlar. Men hozir hisoblab chiqdimda, $50,000 pul kerak ekan, akam aytdilar. Bitta odam 50,000 so'mdan tashlasa agar 10,000 ta odam tashlasa shu pul yig'ilib qolar ekanda. Og'ir ham bo'lmasa ekanda, o'shanga bitta abeti pul bo'lyapti. Inshaalloh biz ham qo'ldan kelgancha yordam berdik. Lekin summa ozgina katta bo'lganiga majbur bo'lamiz video qilib sizlarga murojaat qilishga. Okalar, lekin bitta dona shu like bosishinglar ko'p narsani hal qilib qo'yadi. Sizlar ham savobga sherik bo'lib qolasizlar. Shu bitta like bosganinglar uchun ko'p odamlarga video tarqaladi-yu, shu odamlar ehson qilsa, sizlar ham savobga sherik bo'lib qolasizlar. Shuning uchun befarq bo'lmanglar. Shu insonni mana shu oila bag'riga qaytib qolishiga sizlar bilan biz sababchi bo'lib qolaylik. Aslida mabodo karta raqamni qoldirib qo'yganmiz. Bu yoqda 3 ta karta raqam bo'ladi. Shunaqa vaziyat bo'lyapti, kartaga pul tashlanadi, ma'lum bir miqdorga yetgandan keyin blok bo'lyapti. Shu soatda agar birinchisi blok bo'lgan bo'lsa, ikkinchisi yoki uchinchisi maksimum pastda nomer ham qoldirib qo'yganmiz. Mabodo naqd beraman degan okalar aloqaga chiqsanglar, xursand bo'lib qolardi. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin.